ahamiyat berganmisizlar yo'qmi? V-образный dvigatel ko'rinish jihatdan ham juda ham chiroyli bo'ladi. 4 litrli atmosferli hech qanaqa gibridni yoki tok ishlatilmagan bo'ladi. 6 ta silindrli V-образный 240 atrofida ot kuchi ham bor. Gazo Racing tomonidan alohida sifat nazoratidan o'tadigan yengil pikaplar orasida eng obro'ga ega bo'lgan Toyota Hilux GR Sport. GR Sport yoniga shunchaki bodikit taqilgan pikap emas. Faqatgina GR komplektatsiya bo'lganligi uchun ham ходовой sistemasiga, ham tormoz sistemasiga alohida e'tibor berilib, kuchaytirilgan bo'ladi va yana maxsus GR uchun Gloss Black diskalari taqdim qilinadi. Dizayni o'rgimchak to'riga o'xshagan bo'ladi. Bu yuqori tezlikda, yuqori bosimni ko'tara olishi uchun sababchi bo'ladi. Bu pikapning yana bir nomi esa Mini Raptor bo'ladi. Unga sabab bo'lsa, ham tashqarida, ham ichkarida o'xshash jihatlari borligi. Masalan, o'rindiq to'liq elektropaket, charm bilan aralashgan alkantara bo'ladi. Podgolovnik, rulda GR logotipi urilgan bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 49.900 AQSh dollari bo'ladi, CIP O'zbekiston.